Ağalar, skladdan pryamoy siz bilen yana alaqaga chiqyapmiz. Ağalar, skladdan siz bilen yana to'g'ridan to'g'ri gaplashamiz. Bugungi savdolarimiz Xudo xolasa nasib bo'lsa 4 ta bo'ladi. Bu hozir chiqqan elektrolabimiz Qashqadaryo viloyati Shahrisabzga bo'ladi. Bu Samarqand viloyati Paxtachi tumanida bo'ladi. Bu Aqtoychag'imiz bo'lsa Buxoro viloyati Shafirkonga bo'ladi. Bu Jayxun mototsiklimiz bo'lsa Ayiq polvonimiz Xudo xolasa Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus tumani, Nukus rayoniga bo'ladi. Ağalar, kimga shunday skladdan to'g'ridan to'g'ri naqdga xalasangiz, perchisleniyaga xalasangiz, kreditga xalasangiz, lizingga xalasangiz, halol narsaga mototsikl, labo, elektro mototsiklar kerak bo'lsa, pastdagi telefon nomerlariga bog'laning. Albatta siz uchun ham onlayn savdo qilib yetkazib beramiz. Bularning barchasi ko'rmasdan, kelmasdan bizga ishonch bildirib, ag'am mijozlarimizning tovari bo'ladi. Siz uchun xizmatdagi jamoa Jayxun Motors sog'omon bo'ling ağalar.